hammani o'ziga qaratib Ka'bani tavof qilayotgan bir ayolni haramdagi ishchi ko'rib qoladi. Oddiy ishchi bo'ladi, haramda ishchilar. Bir xil kiyim olgan, hammasi soddagina. Ko'rib oldiga borib, "Hey Allohdan qo'rqin, bu yer gaplashadigan joy emas. Bu yer duo qiladigan joy, Allohga toat qiladigan joy, istig'for aytadigan joy, tavba gunohlarga tavba qiladigan joy. Qara hammani o'zingga qaratyapsan. Uni ustiga bo'yam olgansan" deydi. Desanaki haligi ayol, haligi ishchini mensimasdan bor, ishingni qil, men ishimga aralashma, men xohlaganda gapiraman, xohlagan joyimda xohlagan ishimni qilaman deydi. Shunda haligi ishchi Allohdan qo'rqmaysanmi, o'limdan qo'rqmaysanmi deydi. Keyin haligi ayol o'limga aytib qo'y, 9-eshikda kutib tursin meni deydi. Keyin haligi ishchi bu jinni ekanmi deb turib o'zining ishi bilan mashg'ul bo'lib ketadi. Oradan vaqtlar o'tadi, haram tashqarisiga chiqib ishini bitirib qaytib kelayotganda haramda eshigini tagida ham odamlar to'planib turgan bo'ladi. Nima bo'ldi ekan deb borsa, bitta ayol eshik tagida o'lib yotgan bo'ladi. Yaqinroq borib qarasa haligi ayol. Shunda eshikka qarasa 9-eshik bo'ladi. Subhanalloh, ko'rdinglarmi? Og'izdan chiqayotgan har bir so'z uchun inson yo najot topadi, yo